ikkita Barsachiga qarshi bitta Realchi. Qani, Barsani muxlislari kim yutadi deb o'ylaysizlar? Realmi yoki Barsa? Kommentariyaga izohingizni qoldirib, videoni oxirigacha ko'ring. Qani bo'lmasam boshladim. Kim birinchi turyapti? Sizlarmi? Kelinglar. Sizmi? Bo'ldi, turing, bosing. Barsa avaratasiga Real gol uradida, choyini ichqizib yuboraman. Sizlar Realchilar bilan hazillashyapsiz shekilliga. Men bo'lmasam. Yedilaringmi? Bitta gol bo'lsa ham chiqdimmi? Endi men turamanmi? Qani bo'lmasam ketdi. Bitta gol urib faxrlab men. Bu videoni Barsachilar o'zi biladi, aktivlik kuchaytiringlar. Real Madrid musur. Qarab turinglar. Bitta gol urib qo'yishlar endi. Faxrlanadigan joyi yo'q, hali keyingi o'yinlar bor. Ko'zingga o'ylayam o'lgur, Mo'soslarga beparosat. Hala Madrid, musur Madrid. Ukatoy sizlarga hali jitcha borcha tayyorgarlik ko'rib kelinglar. Hali 40 ta go'liysizlar, sizlarga bor. Ko'zingga o'ylayam o'lgur, Mo'soslarga beparosat, Barsa yalang'oyoq. Chotilar gullab ketibdi, chotilarni yopishsa o'rganib avval. Kar qilguncha Barsachilar. Men bular choti gul desam, oyog'i ham qiyshiq ekan-ku.